So'nggi yillarda yurtimizda ta'lim sohasi, ayniqsa maktabgacha tarbiya tizimini rivojlantirish davlat siyosatida ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda. Prezident tashabbuslari asosida shahar va qishloqlardagi bolalar maskanlariga sarmoyalar yo'naltirilib, kichkintoylar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratilmoqda. Bu amaliy ishlar nafaqat markazda, balki chekka hududlarda ham o'z samarasini beryapti. Shu kabi o'zgarishlar samarasi sifatida Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli Arbag'ish mahallasining olis qismida joylashgan Umid yulduzlari bog'cha muassasasi faoliyatini tilga olish mumkin. 2017-yilda maktabgacha ta'lim tashkilotimizni ishga tushirganimizda 12 nafar mana shu Arbag'ish hududidagi maktabgacha ta'lim bitirgan xodimlar bilan ish faoliyatini boshladik. Ushbu 29-sonli tarbiya maskani 1976-yili tashkil etilgan bo'lib, dastlab moslashtirilgan dala binosida 4-sonli bog'chaning bo'limi sifatida ish boshlagan edi. 2017-yilgacha shunday shaklda ish olib borgan. Keyingi yillarda 2017-2022-yillar oralig'ida mahalliy aholi tashabbusi bilan hashar yo'li bilan qayta tiklangan. 2022-yil maktabgacha ta'lim tashkilotimiz moslashtirilgan binodan zamonaviy binoga aylanishni maqsad qilib qo'yib, binoni mutasaddi tashkilot rahbarlarini ko'magi ostida qishlog'imizga mana shunday zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil toptirildi. 2022-2024-yillarga mo'ljallangan ijtimoiy va iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirish dasturi orqali 4,5 milliard so'm mablag' ajratilib, zamonaviy talablarga mos yangi bino qurilgan. Hozirda ushbu ta'lim markazida 180 nafar qiziquvchan yosh avlod qamrab olingan. Bu binoyimiz 2023-yil 23 fevralda faoliyat boshlagan bo'lib, bunda birinchi binoyimiz 4 ta guruhda 120 nafar bolani qamrab olishga moslashtirilgandi. Hududdagi bolalardan kelib chiqqan holda 3-7 yoshli bolalarimiz 475 nafarni tashkil qilishi natijasida 2 ta guruhni biz moslashtirib qabul qildik. Avvaliga 70 o'rinli bo'lgan muassasa hashar yo'li bilan 100 nafarga kengaytirilgan. Yangi inshoot qurilgandan so'ng 120 o'rinli zamonaviy binoga ko'chirildi. Bugungi kunga kelib bolalarni qamrab olish hajmi 180 nafarga yetkazilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotimiz bugungi kunda 6 ta guruh bilan faoliyat olib bormoqda. Arbag'ish hududidagi 21-sonli maktabda majburiy 3 ta guruhimiz mavjud. U joyda 90 nafar bolamiz ta'lim olib kelmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 27 nafar xodim bo'lib, bundan 11 nafar pedagog mavjud. Kichkintoylarning aqliy va jismoniy salohiyatini rivojlantirish uchun musiqa, tasviriy san'at, sport, logopediya va shaxmat to'garaklari tashkil etildi. Tarbiyalanuvchilar tuman va viloyat darajasidagi turli tanlovlarda ishtirok etib, yutuqlarga erishmoqdalar. Masalan, Usmonbekov Shahriyor shaxmat bo'yicha tuman miqyosida 2-o'rinni egalladi. Qosimjonov Abdulloh viloyat bosqichidagi karate musobaqasida 2-o'ringa loyiq deb topildi. Shuningdek, pedagoglardan biri Yil tarbiyachisi nomli respublika tanlovida 2-o'rinni qo'lga kiritdi. Yil tarbiyasi ko'rik tanlovida 2-o'rinni olib kelgan Suyunbayeva Moqchehra bu qizimiz akti bo'yicha juda ham yangi g'oyalar ustida ishlab, ota-onalar bilan hamkorlik botini yaratdi. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda Doniyor va Aslzoda Elyorbek qizi respublikaning gimnastika turida 1-faxrli o'rinni oldi. Ushbu bog'chada yana bir yangilik, aqlvoy mobil ta'lim xizmati ham faoliyat yuritmoqda. Maxsus jihozlangan avtobus orqali chekka hududlardagi farzandlarga sifatli va bepul o'quv mashg'ulotlari olib boriladi. 2021-yil 1-yilda Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan bizga mobil guruh aqlvoy nomli avtobusni berishdi. Buni 6 ta guruhasi mavjud bo'lib, ular Baliqko'l hamda Beshtol hududidagi mavqelarda joylashgan. Aynan chekka olis hududda qiynaladigan shart-sharoitlardagi bolalarni aqlvoy guruhga qamrab oldik. Aqlvoy mobil guruhimiz bugungi kunda bepul, 6 ta guruhasi mavjud. Aqlvoy avtobusimizni bugungi kun faoliyati juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Qumrobod, Beshtol, Baliqko'l, Pirat hududidagi hamda Arbag'ish hududidan bolalarni qamrab olganmiz. Ota-onalarning fikriga ko'ra, ushbu makonda bolalar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Arbag'ish mahallasidan bo'lgan bir ota-ona shunday deydi: "Farzandim har kuni bog'chaga shod va xurram qadam qo'yadi. Har bir ustoz mas'uliyat bilan yondashadi. Bolalarda bilimga qiziqish uyg'otadi. Minnatdormiz." Yozgi sog'lomlashtirish oyida Toza qo'llar nomli seminar tashkillab berdik. Tumandagi barcha maktabgacha ta'lim tashkilot
hamshiralarini taklif qildik. Bu joydagi bolajonlar uchun yaratilgan sharoitlarni hamda bizning bog'chada tashkil qilinganlarni ular ham o'zlarini metodik tavsiyalar almashgan holda o'z bog'chalarida yo'lga qo'yish haqida juda ham chiroyli qilib seminar tashkillab o'tkazdik. Bugun Umid yulduzlari bu faqatgina tarbiya markazi emas, balki mahallaning ijtimoiy hayotida faol ishtirok etayotgan muhim ta'lim maskanidir. Tinch zamonimizda shunday chiroyli binolarda faoliyat olib borayotganimdan, mana shunday bir-biriga mehr oqibatli chiroyli jamoa bilan ishlayotganimdan bugungi kunda men juda ham faxrlanaman. Yaqin kelajakda multimedia to'garaklari, yangi pedagogik yo'nalishlar va kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan qo'shimcha loyihalar amalga oshirish rejalashtirilgan.